Ailda polo etgan vaqtimizda tuz bilan shakar lamsasangiz bo'ldi. Shakarning go'shtini parqaroq qilish ham chechildirib chiqarish, rangini chiroyli chiqarish roli bor. Polo bilan birga yeydiganga jinjingo'da suv qilib keldim. Itli suli intayin oddiy ta'mi kelib ketmaydi. Buni qanday qatdimki qadamiz birlikda tugunaylik. Avval go'shtni pokiz yuvgandan yarim soat atrofida suvchilab qo'yamiz. Sabzining o'lchami 1 kilo go'shtga 1 kilo sabzi ishlatamiz. Mushkil holatda tayyorlab olsanglar bo'ldi. May qizgandan keyin go'shtimizni videoda ko'rsatgan bo'yicha qizartib qo'rib olamiz. Undan keyin piyozni bir ikki qatim qo'rib atgandan pomidorni solamiz. Pomidorni silib suvi chiqqandan keyin sabzini silib qo'raymiz. Sabzi solgan vaqtimizda bir qo'shq atrofida tuz silib qo'raymiz. Endi pulog'im pomidor salamdi deydigan do'stlarimiz bir raqamini, pomidor solsa ajoyib o'xshaydi degan do'stlarimiz ikki raqamini besib beqinglar. Qanchalik do'stlarimiz pomidor selishni yaxshi ko'rdikin, birlikda ko'rib baqaylik. Qozon salchilashqidek suv quyib, noqutni silib 10 minut atrofida qaynatamiz. Buning tuz ta'mini tetib olgandan keyin pulog'ning suyidan 2 cho'mich atrofida elib olib, go'shtni silib taxminan 10 minut atrofida dumlab pishirib olamiz. Ko'rib mishayapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darskimizni 10 koy bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran üstüdeki numar şu. Gürüş dümülünüp 10 minutdan keyin gürüşning ustini ostiq bir qator o'rib etamiz. Mush vaqtida gürüşning suyini tangshaymiz. O'zinglar qarab bilalaysizlar, gürchinglar sal yumshoq bo'lib qolsa, bir chum ishlam qo'ysanglar bo'ldi. Baq qattiq bo'lib qolsa, 2 chumcha atrofida gürüşning suyini qo'yib, ko'k burchaq, zira bir qo'shq atrofida shakar silib, taxminan 20 minut atrofida dumlab pishirib olamiz. Endi liansay tayyorlab olaylik. Sabzini qirib olgandan keyin so'sin kallak pasaydi muvofiq miqdorda inchik to'g'ri etamiz. Pintozu bilan jinjingoni qaynoq suvdan bir o'tkazib olamiz. Yarim piyola ochiq suvga yarim piyola atrofida suv quyib, sayning ustiga qo'yib olamiz. Qozonga ozroq may quyib, samsaq, sho'mila, so'ng piyozni videoda ko'rsatgan bo'yicha bir qo'rib purqin chiqarib olgandan keyin o'tgan etib tayyorlab olgan mayla astimi bir qo'shq atrofida qo'yib atdik. Endi cho'ng ustamning sovuq say tetitqisidan bir bo'loq atrofida silib etamiz. Cho'ng ustamning cho'ngligi bormi, sovuq say yesam ta'mini, rangini yaxshi chiqaramayotma degan xonim qizlarimiz bir shiltib sinab beqinglar. Ta'mi kelib ketmaydi, ajoyib yeyishlik. Endi 2 gram atrofida tuz silib videoda ko'rsatgan bo'yicha tashki elashtirib olsak, intayin o'xshagan sovuq sayimiz tayyor bo'ldi. O'rganib oldingizmi? Uyda qo'rib olgan xuasang bo'lsa, muvofiq miqdorda sevassanglar, texnik yeyishlik pek o'xshaydi. Bu oraliqda pullarimiz pishib tayyor bo'libdi. Videoda ko'rsatgan bo'yicha astini ustiga o'rib tashki elashtirib olgandan keyin chiroyli taqsimizga usib mehmonning oldiga ochiq saqlan bo'ldi. Qarab ishtayinglar ichilib ketdi deyman. Ta'miga, rangiga kelib ketmaydigan anjam pullarimiz tayyor bo'ldi. O'rganib oldingizmi? Qiynamsiz mitib sinab beqing.